Navbatimizdagi reyd tadbiri o'tkazilganda Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani madaniyat muhit hududida Hoji Akbar maslahat cheklangan jamiyat pishgan g'isht ishlab chiqarish zavodida shu biz kirib kelganimizda mana shu g'ishtni pishirish jarayonida bu hududidagi o'sha daraxt shox-shabbalari, maishiy chiqindilarni yo'qotgan holati aniqlandi. Surishtiruv ishlari davom ettirilgan vaqtida o'z faoliyatida o'sha atmosferaga chiqaruvchi filtr nimasida mo'risida tegishli o'sha zararli moddalarni ushlab qoluvchi filtr o'rnatilmagan holati aniqlandi. Bir zavodni vaqtinchalik 10 kun faoliyatini to'xtatib turishga davlatnoma rasmiylashtirib, bunga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, o'sha kechaning o'zida Toshkent viloyati ekologiyasidan laboratoriyamiz jalb qilinib, analizlar olindi. Hozir analizlar o'sha tegishli tartibda analizga qo'yilib turib, tabiatga yetgan zarar kompensatsiya hisobida undiruvga qaratildi. Chiqindilarni kecha bo'lib kelganda shu yoqishgan ekan ozgina. Men kelganimdan keyin o'zi hamma yoq ancha tinchib qolgan ekan. Birinchi marta qilinyapti. Bu narsa endi boshqa takrorlanmaydi. Hammasi talablar tushuntirildi. Filtrlarni qo'yishimizni, qo'yganimizdan keyin shu faoliyatimizni yuritishimizni aytdi.